Dasturimiz davom etadi. Guliston shahrida xalq deputatlari Sirdaryo viloyati kengashining 40-sessiyasi bo'lib o'tadi. Unda viloyat hayotining turli sohalariga oid muhim masalalar muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyada avvalo jismoniy tarbiya va sport sohasini yangi bosqichga olib chiqish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Qayd etilganidek, 2025-yilda 5 tashabbus olimpiadasida 304 ming nafardan ziyod yosh qamrab olingan. Sirdaryolik sportchilar xalqaro va kompleks musobaqalarda 73 ta medal, jumladan 30 ta oltin medalni qo'lga kiritgan. 2026-yilda 221 ta mahallaga trener seleksionerlar biriktirilishi, 2.8 mingdan ortiq ommaviy sport musobaqalari orqali 518 ming nafar aholini qamrab olish, 2.2 ming nafar iqtidorli yoshni sport maktablariga saralash va sport bilan muntazam shug'ullanuvchilar sonini 24 ming nafarga yetkazish vazifalari belgilandi. Shuningdek, Osiyo va Para Osiyo o'yinlarida Sirdaryodan kamida 31 nafar sportchining munosib ishtirokini ta'minlash ko'zda tutildi. Bundan tashqari sessiyada Sirdaryo viloyatining 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi ham ko'rib chiqilib, hududning iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini oshirishga qaratilgan vazifalar belgilandi. Sessiyamizga barcha sport maktabi direktorlariga, umuman sportga aloqasi bo'lgan barcha rahbarlar taklif etildi va deputatlar oldida qilingan ishlar tahlil qilindi. Ko'rinib turibdiki, viloyatda birmuncha ishlar amalga oshirilgan. To'g'ri, yutuqlarimiz bor. Sport inshootlari qurilyapti. Juda chiroyli sharoitlar yaratilyapti. 22 mingdan ortiqroq o'g'il-qizlarimiz doimiy sport bilan shug'ullanadi. Demak, bu sport maktablariga va mana olimpiya, paralimpiya markazlariga jalb qilib o'qitiladigan bolalar hisoblanadi. Bu sessiyada asosiy masala qilib, demak, deputatlarga ham ko'rsatma berildi. Saylangan okrugdan targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish va mahalla bilan birga ishlab turib shu odamlarning, aholining ommaviy sport bilan shug'ullanishga jalb etish. Bugun o'sha sessiya qarori bilan ishchi guruhni tashkil etilishi, ya'ni ishchi guruh viloyatimizda o'sha jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish bo'yicha vazifani amalga oshirishi belgilandi va asosan mana shu 221 ta mahallalarimizga 44 nafar trener, seleksionerlarni biriktirish orqali mana shu hamda hamkorlikni kuchaytirish orqali mana shu sportni ommalashtirish bo'yicha vazifalar aniq belgilandi. Sessiya yakunida ko'rib chiqilgan barcha masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi.